3 kundan keyin 25 ga to'laman va 25 ta hayotiy xulosalarim bilan bo'lishmoqchiman. Bugun do'stlik haqida bo'ladi. Odatda do'stlik og'ir kunda bilinadi degan gap bo'lardi. Aslida haqiqiy do'stlik yaxshi kunda bilinadi. Chunki hayotingiz qiyin davrga ketayotganda yelkangizdan qoqib, hammasi yaxshi bo'ladi deb, ammo ich-ichidan xursand bo'lish juda oson, lekin yutuqqa erishganingizda, Instagramga o'zingizni muvaffaqiyatingizni joylaganingizda, aynan yoningizda turgan insonlar jim bo'lib qolganini kuzatasiz. Bilasizmi nimaga? Chunki sizning yutug'ingiz ularni orqada qolib ketishayotganini eng og'riqli belgisi bo'ladi. Va birgina like bosib yoki tabriklayman so'zi bilan tabrik yuborish ular uchun yutqizish belgisini bildiradi. Shunday insonlar sizni yaxshi kuningizda jim bo'lib qoladi, hayotingizdan yo'qoladi va sizni yutug'ingizni umuman tan ola olmaydi. Odatda dushmanlar jimgina uzoqdan kuzatadi deb o'ylardik, lekin haqiqiy dushmanlaringiz siz bilan bir dasturxonda o'tiradi, bir dasturxonda choy ichadi va jimgina ich-ichidan sizni tiqilib qolishingizni kutib o'tiradi. Haqiqiy do'stlar bu sizni yaxshi kuningizda siz uchun rostdan ham chin dildan xursand bo'la oladigan do'stlar.